لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barliq madhiya va hamdu sana barliq koinotning egasi bo'lgan Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa xosdir. Shu Allohni, shu Rabbimizni madhiylaymiz. Allohning birlik va barliq guvohlik beramiz. Allohga hech bir narsani shirk keltirmaymiz. Va yana Alloh subhanahu va taoloning suyumlik bandasi va eng oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salom yo'llaymiz. Shuning bilan birga payg'ambarning oila tavobatlariga, mu'min musulmon agash kishilarga, yana sahobalarga va shu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lida ta'limotiga izchil agishib, o'zini shu payg'ambar alayhisolatu vasallamning ummati bo'lish sharafiga noil qilishga tirishgan barliq mu'min musulmonlarga Allohning salomini yo'llaymiz. Muhtaram musulmonlar, aziz qarindoshlarim, aziz vatandoshlarim. Mana bugun biz Ramazon oyining 15-kuni ro'zasini tutyapmiz. Bu bizningki 3-jumarimiz bo'ladi. Va shundaqla biz yashayotgan rayonga nisbatan, Avstraliyaga nisbatan bu bizningki jamoat bilan birlikda juma o'qilmagan, juma o'qishdan mahrum bo'lgan 8-jumarimiz hisoblanadi. Ba'zi musulmon rayonlarda balkim bundan mujiqroq vaqt o'tdi. Demak, butun dunyoda musulmon qarindoshlarimiz, jamoatlarimiz mushu bizga Alloh subhanahu va taolo ne'mat qilib bergan, mushu juma munosabati bilan bir-birimizdan ko'rishalaydigan, bir-birimizning holiga yetalaydigan mushundaq bir fursatdan biz mushu Xitoy virusi tufayli mahrum qilyapmiz. Ammo biz Alloh subhanahu va taoloning mu'min bandalar bo'lish sifatimiz bilan Alloh qilgan qulchiligimizda ojizlik qilmasligimiz, Alloh subhanahu va taolo bizga buyurgan buyruqlarini doim izchil qo'limizdan kelishicha davomlashtirishimiz bu bizningki diniy majburiyatimiz va bizning Alloh subhanahu va taologa qiladigan qulchiligimizningki amaliy isboti. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizdan taqvolik qilish chaqiriq qilish bilan birga bizni har vaqt islom bilan yashashga va islom bilan dunyoning kechishga Alloh chaqiriq qiladi. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Islom bilan o'linglar deydi. Va yana Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bizni islomga 100% kirishga chaqiriq qiladi. Xoliga vaqtimizda, xo'shchaqqa vaqtida qilib, xoliga vaqtimizda islomning ma'lum qismini qilmaydigan bundaq yashasak, biz o'zimizni musulmon deyish haqqimiz bo'lmaydi. Chunki Alloh aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu, ey mu'minlar, ey iymon da'vosi qilayotganlar, udkhulu fis-silmi kaffa." Islom diniga sizlar mukammal kiringlar deydi. Va la tattabi'u xutuvat shayton. Shaytonninki vasvasalarga, uningki sizib qo'ygan yo'llarga kirib, sizlar bu haqiqatdan yaroq ish qilib qolmanglar. Chunki bu yo'lni tanlasanglar, shaytonning yo'lini tanlasanglar qanday bo'lasizlar? Chunki sizlar ozdirdi va sizlar ozg'un yo'lga kirib qolasizlar. Mana biz bu Alloh subhanahu va taoloning bizning qilgan nasihati, payg'ambar alayhisolatu vasallamning bizga qoldirgan ta'limoti, sunnatlari va sahobalarininki shu ta'limotga izchil agish mangan hayotini nima o'rganamiz desa, biz qaysi holatda yashashimizdan qat'iy nazar biz Allohga haqiqiy qul bo'lib yashashimiz kerak. Allohning buyruqlarini ijro qilishimiz kerak. Xuddi biz mushundaq qiyin kunlardami, garchi biz jamoat bilan juma o'qilmasaqmi, juma ruhini yashash, juma ruhi bilan yashash. Garchi uyimizda zuhur namozi o'qigan ahvoldami, biz o'zimizningki shu juma namoziga, masjidga bo'lgan bog'lanishimizni unutib qolmasligimiz va o'zaro bir-birimizni shunga aslatishimiz va bizning mushu Ramazondan iborat bo'lgan go'zal oyda o'zimizning taqvoligini oshirish, iymonini oshirish uchun birlikda ruhaniyatimizni taraqqiy qildirish uchun birlikda harakat qilish, bir-birimiz uchun duo qilishdan iborat amallarni biz qilish orqali, albatta biz Qur'on tilovat qilish, ro'zani tutishdan keyin ro'za bilan birga normal tarovih namozlarimizni uyda jamoat bilan o'qish va sadaqalarimizni qilish, Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qo'limizdan kelish qilish va Alloh norozi bo'ladigan ishlardan 100% o'zimizni to'xtatishdan iborat bo'lgan amallarni-chi biz qilish orqali bu Ramazonni biz xuddi normal Ramazon tutgandek shu holatda yashay olamiz. Alhamdulillah, nurg'un qarindoshlarimiz shunday yashayotdi. Alloh rozi bo'lsin. Ikkinchi nuqta qarindoshlarimiz, biz mushu o'ttir, Ramazonning o'ttir bo'lganda bizni aslatadigan bir tarixiy bir voqea bor. Bu bo'lsa-mu Ramazonning 17-kunida yuz bergan payg'ambar alayhisolamningki tunji islom dushmanlariga qarshi kurash qilgan, jihad qilgan edi, Badr urushini aslatadi. Bu urushdan biz buningki asli kelib chiqishi tarixini so'zlash emas, buningdan biz albatta ko'p har bir musulmon bu voqeadan xabardor bo'lishi kerak. Chunki siratun nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambarning hayotini o'rganish, payg'ambar alayhisolatu vasallamning izchil hayotiga agish uchun eng cho'ng
bir amil. Yani biz bu noktada faqatla qisqagina bu hukmimizda biz şu Badr urushida biz erishgan natijalardan biz qanday saboqlarni olamiz degan narsani eslatmoqchiman. Birinchisi, Badr urushida musulmonlar, butun musulmonlar erishishga tegishli, o'rganishga tegishli bo'lgan eng birinchi muhim dars nima desa, har bir ishda Allohning irodasi bo'lganligi. Yani biz bu voqeaga shunday nazar solgan bo'lsak, bu urush asli planlangan urush emas musulmonlar tomonidan. Bunda bu arzu qilmagan. Ammo Alloh subhanahu va taolo buni shunday o'ylashtirganki, bu ikki taraf bir-biriga shu maydonda Badr o'rinda, Badr shu belgilangan o'rinda uchrashib, bir-biri bilan jihad qilishga, bir-biri bilan urush qilishga, bu yerda Allohning o'ylashtirgan planlari bilan bu ish vujudga chiqqan. Shunga Alloh Qur'oni Karimda aytadi: "İz untum bil udwati dunya va hum bil udwati al-qusba va ar-rakbu asfala minkum." Sizlar bu rayonninki yuqori tarafida, düşmanlar tuvan tarafida, past tarafda undan keyin karvon bo'lsa, uning tuvan tarafdan sizlardan qochib o'tib ketgan. Undan keyin Alloh deydi: "Va law tawa'adtum." Agar sizlar dushman bilan biz mishal urushimiz sen bilan kelishaylik bir yerga falan vaqtda kelib biz bilan elishqin deb va'dalashgan bo'lsangiz, sizlar bu yerga birlikda kelanmaydinglar. Buni chiqarmaydinglar. Belgelengen vaktine kelişenmeytinler, bu urunda kelişenmeytinler, Allah subhanahu wa ta'ala şunda uğurlaştırdı dedi. Bu Allah'ın her bir nesini özünün iradesine uğurlaştırdığını biz min tayyalık kılsak, min plan kılsak, hiç kaçan biz Allah'ın belgelegen iradesinden çıkamaydığı eslidir. Bu birinci nokta. İkinci noktada bu galbe, netice sanılan emez, sübetilen bulduğunu gösterdi. Müslümanların bu vaktaki sahip 313'ün etrafında düşman mümkün köp urush tayyorligi bilan kelgan. Bütün qurolları musulmonlarning achchasi kuchlik, soni kuchlik. Ularning strategiyasi nima? Chunki bu planlab beshlab biz urush qilamiz degan boshqa ularningki irodasi boshqacha. Lekin musulmonlar o'zining iymoni bilan, Allohga bo'lgan tavakkulchiligi bilan, payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan sadoqati bilan bularchi sonda oz bo'lsa-mu, sifatda ularni ustun turib, Alloh subhanahu va taoloning yordami bilan bularga Allah bu urushda g'alaba erishgan. Demak, biz musulmonlar uchun, xususan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz musulmonlarimiz uchun bu o'rinda nahot uchun savob bor. Biz har kuni o'zimizning ojizligidan, o'zimizning sonining tuvanligidan, dushmanimizning kuchligidan qarab biz o'zimizcha ma'yuslanmasligimiz kerak. Biz faqatla ikki narsani o'zga chiqara olsak, Allohga bo'lgan tavakkulchiligimiz joyida bo'lsa, bizning o'zimizning iymoni, ixlosimiz joyida bo'lgan bo'lsa, biz har qanday dushman kuchning oldida biz o'zimizcha g'alabani qo'lga keltira olamiz. Bunu biz muşu Badr urushidagi sabaqdan oladigan eng muhim sabaq biz uchun. Üçüncü nokta. Dua. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muşu urush başlanışdan burunla şu kunning attiginida qo'lini ko'tarib, Allohga yolvorib, iltijo qilib, Alloh shunchalik duo qilganki, hatto uni ko'rgan Abu Bakr roziyallohu anhu "Ya Rasululloh, bo'ldi qislar. Alloh albatta sizning duolaringizni anglaydi" degan. Payg'ambarning duosini bir qismida shu yerda payg'ambar degan: "Ey Alloh, agar bugun muşu kichikkina bir guruh, musulmon guruh vayron bo'lib ketsin shu sorunda, shu maydonda, shu jangda bular vayron qilinsa, mag'lub bo'lsa, bu zaminda sana ibodat qiladigan inson qolmaydi" degan. Demak, bu yerda bu payg'ambar Allohga tahdid qilgan emas. Demak, Alloh subhanahu va taoloning cho'qim va g'albiga shu urushga yordam bermasa zot bo'lmaydiganligini muhimligini payg'ambar islom shu o'ziga eskartish va Alloh subhanahu va taologa qalbidan chiqarib turib iltijo qilish ni maqsad qilgan. Albatta Allah subhanahu va taoloning yordami bizning payg'ambar bilan, Allah subhanahu va taoloning yordami Allohning kuchiga ishongan, Allohga yiringan, Allohga iltijo qilgan bandalar bo'lganligida shak yo'q. Bizga payg'ambar alayhisalom buni bizga kelgusi musulmonlar uchun, ta qiyomat kuni bo'lgan musulmonlar uchun eng qattiq ig'ir kunda bo'lgan vaqtida sen mushu quroldan ayrilma deganda bizga o'qtirdi. Uning ustiga biz Ramazan oyida, muqaddas oyida, muborak oyida duo ijobat bo'lgan oyda yashayotimiz qarindoshlar. Shunga biz bu duoni ko'p qilaylik, Allohga ko'p yolvoraylik, ko'p iltijo qilaylik. Undan keyin Alloh subhanahu va taoloninki kuchininki cheksiz ekanligini ko'rsatib turgan bir sababni ko'ramiz bunda. Garchi buning musulmonlar soni oz bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo o'zining irodasi bilan buni urushga minglagan farishtalarni tushirish orqali Alloh subhanahu va taolo o'zining karomatini ko'rsatgan. Musulmonlarga yordam bergan. Va shunga o'xshagan bundan undan sirtmi nurg'un sabaqlarni biz bundan ola olamiz. Ya'ni biz 15 kunlik hayotimiz Ramazonda o'tdi. Endi biz shu o'ttirib keldik. Endi biz o'zimizning sabaq oldigan vaqtga to'g'ri keldik. 15 kunimiz qanday o'tdi? Shundan biz rozimi? Qilgan tutgan ro'zimizni rozimi? O'qigan namozimizni rozimi? Alloh yo'lida qilgan xayr saxovatimizni rozimi? Bu bilan biz rozi degan bo'lsak, yana bir savol askarchilikka to'g'ri keladi. Biz shu ishlarni qanchalik ixlos bilan qildik? Ramazon kirdi deb turib, Ramazonning go'zalligidan hammamiz bir-birimizni eslatib turib, ro'za tutib turib, ammo bu oy musulmonlarning qalblarini birlashtirgan shunday bir go'zal oyda biz ba'zi bir ahvollarda
Şundaq bir narsani uçurib yurimiz torlarda, ba'zi bir so'zlarni anglayotimiz, bu insonni haqiqatan bearam qiladigan, musulmonlarning axloqiga yetmaydigan, islomning ko'rsatmasiga zid bo'lgan ahvollarni uçurtyapmiz. Ba'zi qarindoshlarimiz Allohdan xijil bo'lmay, Allohdan qo'rqmay, o'zining vijdoni oldida o'zining bir savol so'rab taqmaylar, odamlarning ismini atab turib, falon undaqchi degan nom bilan haqlarni tilab o'tirgan, haqorat qilayotgan ishlarni uçurtyapmiz. Ey qarindoshlarim, ey musulmonlar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqaylik qarindoshlarim. Siz yoki men haqiqat 100% to'g'ri bo'lib ketay. Sizning qarashtirgangiz to'g'ri odam 100% xato bo'lib ketsin. Uni tuzitishning yo'li bor. İslam dinimizde bizga ko'rsatgan axloqiy bir o'lcham bor. Biz har qanday bir xatolikni shu o'lcham bilan o'lchaymiz. O'zimizni mu'min qarindoshiga muomala qilishning bir yo'li bor. Kafirga muomala qilganda, uni da'vat qilganda qanday da'vat qilish Alloh bizga o'qitib chaqirgan yerda biz o'zimizdan bir musulmon qarindoshiga xatolashib ketgan ahvol ostida biz unga qanday muomala qilishimiz kerak degan bu nuqtani unutib qilib turib biz o'zimizni qaysi o'ringa qo'yamiz qarindoshlar. Biz qaysi ahvolda Alloh subhanahu va taolo meni yaxshi ko'rdi, men Allohga haqiqiy yaxshi banda bo'layotman, mening qilgan amallarimni Alloh yaxshi ko'rdi, qabul qildi deb deyanaymiz. Payg'ambar alayhisolamning bunday so'zi borki, Ramazon haqida Allah subhanahu va taoloning sizlarga och va ussuz yurib kunni o'tkazib, ro'za tutum deb da'vo qilganlarga Alloh muhtoj emas. Agar sizlar shu kunda ro'za tutib turib, sizlar axloqinglarni saqlab qolmasanglar, axloqiychilik sizlar tugimasa, sizlar undaq ro'zalarni Alloh ehtiyoji, Alloh unga muhtoj emas deydi. Qani qarindoshlarim, biz o'zimizni asildaylik. Allah'ın aldığımızı qo'yib turib, bir eg'iz o'zimizdan savol qilib qo'yaylik. Men to'g'ri qilyapman deb so'rab qo'yaylik. Sen to'g'ri qilmading deyishdan burun, mening qilyapganim to'g'rimi degan bir savolga bir haqiqatan bir o'ylanishga tegishli bir muhim nuqta. Ondan keyin hozir dunyoda qarindoshlarimiz, vatan ichidagi qarindoshlarimiz ahvoli hammamizga ma'lum. Garchi tafsilot qanday holatga to'g'ri ma'lum bo'lsin, ular tugamas bir zulmda yashab qolgan hammamiz bilamiz. His qilyapmiz. Çünkü biz o'zimizga bevosita munosabat bo'lgan qarindoshlarimiz, ota-onalarimiz, ba'zilarimizning do'st birodarlari, qarindoshlari shu dushmanning qo'lida zulm uchrayotdi. Hammamiz buni ichimizdan hammamiz shuni his qilyapmiz, qiynalyapmiz. Ammo shunga loyiq biz uni qutuldirish uchun qanchalik harakat qilyapmiz? Bu masalaga kelganda biz o'zimizni silkib, ya'ni qaytadan biz hushimizga kelib, bu haqda biz qanday ishlarni qilishimiz kerak. Buning uchun bu masalani hal qilishimiz uchun bizga eng muhim bo'lgan nuqta nimasi? O'zaro bani qadrlash. Ba birlikni qadrlash. Yo'qni u yerda izlab yangi bir narsa qilmay, bani qadrlash. Chunki har bir narsaning shu hozirgi vaqtga kelish uchun nurg'un jarayon ketadi. Nurg'un jarayon, nurg'un bosqichlarni bir şey keldi bizningki qarindoshlarimizning qilayotgan xizmatlari qaysi shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi tashkilotlarimiz navbatda bo'lishidan qat'iy nazar. Alhamdulillah hammasi o'rtaq bir vatan millat uchun xizmat qilib deyapti. Unda bo'lgankan biz shularning shu qilayotgan ishini qo'llaylik. Agar ular erishamagan, ular o'ylayolmagan, fikr qilmagan narsa biz shularni yangiga kelib turib, fikr orqali ularni qo'llaylik. Ularni biroq ham yo'q qilib o'tmayman. Yangidan bir ish qilaman deb, yangilikni yaratishning hech qanday ahamiyati yo'q. Yangilik yaratish demak nimani ko'rsatsa birlikni buzish, bu bo'layotgan yaxshi ishlarni yo'qqa chiqarib o'tish, bu o'zimizni eng muhim bo'lgan dushmanning oldida o'zimizni texmi ojiz ko'rsatishdan boshqa hech narsa emas qarindoshlar. Yana bir muhim nuqta qarindoshlarim, bu oy saxovat oyi, xayr ihson qiladigan oy. Dunyoni har qaysi joyda yashayotgan qarindoshlarimiz bilib turibdi, hozir Turkiyada yashayotgan muhojir qarindoshlarimiz bor, Taylanddagi qarindoshlarimiz bor va boshqa joylar, O'rta Osiyada, Pokistonda, hatto Hindistonda ba'zi qarindoshlarimiz uchurlar kelyapti, hammalarning ma'lumoti bor. Qiyin ahvolda yashayapti. Biz bularga yordam qo'limizni sunishimiz kerak. Bular uchun duo qilishimiz kerak. Albatta yaqin vaqtda alhamdulillah butun Sharq Turkiston xalqi shu xalqininki holiga yetish uchun nurg'un yaxshiliklarni qildi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Alloh hamma qarindoshlarimizdan rozi bo'lsin. Qilish imkoniyati bo'lib qila olgan, qilish imkoniyati bo'lib yor bermay, qo'li duo orqali bo'lsin shularga yordam qilishga tirishgan barliq qarindoshlarni Alloh rozi bo'lsin. Qilgan saxovatlarni Alloh subhanahu va taolo qabul qilib, uningga yuqori Alloh mukofot berishini Allohdan so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizningki iymonini saqlam, axloqimizni saqlam va amal ibodatimizni Alloh subhanahu va taoloninki ko'rsatgan o'lchamiga loyiq holda qila oladigan mu'min musulmonlardan qilishni Allohdan so'raymiz. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum va li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huval ghafurur rahim.